O'zbekistonni metalli varianti kelgan. 500 gram to'kovkasi. Buni chiqil rangi kelgan. Undan tashqari mana buni durlarning orasiga qo'yishga eksklyuziv neobishnilardan kelgan. Juda chiroyli chiqadi agar mashina orasiga foydalansanglar. Mana bunaqa modellar ham kelgan. Bu plastmassa emas. Og'ir anchagina. Bilasizlar, mana bunaqa karabin sotamiz. Bizda 2 xil razmerda bor edi. 10 bilan 12 razmer. Endi bizda mana bunaqa ikkitaligi ham bor. Tilla kumush, undan tashqari mana bunaqa o'zini komplektligi ham bor. Bunda mana ilmog'i, zanjiri, mana bunaqa serchali posonimi, shunaqa narsasi bilan komplekt kelgan. Obluk zanjirlarimiz bilasizlar, rulonda bo'lardi. Endi rasmoyi ham keldi. Rasmoyi 20 ming argon chiqadi. Rulonligini nisbatan 3 xil razmerda 245, 260, 280. Mana bunaqa oddiy ham xuddi shunaqa 3 xil razmerda 06, 09, 08. Bular ham 100 metrdan, bular ham rulonga nisbatan 20 ming arzon chiqadi. Keyin ham bizga ilmog'idan qolmagan edi, gramlik hisobida keldi ham 500 gram bo'lib. Eng orqasiga mana kiritib qo'yishlik uchun mana bunaqa narsasi ham kelgan. Bemalol komplekt olsanglar bo'ladi endi.